Eldor Shomurodov Superligada sensatsiyaga aylandi. Italiya matbuoti. Turkiya Superligasi bu mavsumda odatdagidek emas. Go'yo har hafta yangi ssenariy yozilayotgan serial. Istanbul esa har doim ziddiyatlar, katta ambitsiyalar va katta nomlar shahri bo'lib kelgan. Lekin 2025-2026 yilgi mavsumda eng katta shov-shuvni kutilgan yulduzlar emas, aynan bir o'zbek hujumchisi qilib beryapti. Gap Eldor Shomurodov haqida. Odatda Superligada to'purarlik tarixiga qarasangiz, ko'zingiz avtomat tarzda osmondan tushgan super yulduzlarni izlaydi. Viktor Osimhen, Mauro Icardi kabi katta nomlar yoki Marco Asensio, Anderson Taliskadek mahoratli futbolchilar oldinda bo'lishi kerakdek tuyuladi. Ammo real manzara boshqacha. Eng yuqorida barqarorligi, mehnati va tayyorgarligi bilan hurmat qozonayotgan Eldor turibdi. Italiya futboli haqida yozayotgan manbalardan biri hisoblangan Teleradio Stereo nashri ham xuddi shu fikrni urg'ulab, Shomurodovni Turkiya chempionatining haqiqiy kashfiyoti sifatida ta'riflayapti. Ularga ko'ra, Superligadagi fath maydonida bu safar aniqli nomlar emas, ishonchli va qayta tug'ilgan bir hujumchi yorqin porlayapti. Yozda Eldor Romadan sotib olish huquqi bilan ijara asosida Başakşehirga o'tgan edi. Ko'pchilik bu qadamni ehtiyotkorlik bilan baholagan. Kimdir tavakkal dedi, kimdir o'zini topsa kerak deb qo'ydi. Lekin Bosfor sohillarida u haqiqatan ham o'z o'rnini topdi va uni gap emas, raqamlar isbotlayapti. Mavsum yarimiga yetmay turib, Shomurodovning hisobida 15 ta gol va 4 ta golli uzatma paydo bo'ldi. Ya'ni gol plus pas tizimida 19 ball. Bu Superligadagi eng samarali ko'rsatkichlardan biri emas, aynan eng yuqorisi deyish mumkin bo'lgan natija. Bunday statistika tasodif emas. Bu to'g'ri muhit, aniq vazifa va futbolchining ichki ishonch chizmasi bir nuqtada uchrashganda paydo bo'ladigan portlash. A seriyadagi faoliyatida Eldorga har xil baho berilgan. Genoa, Spezia, Cagliari va Romada u ba'zi o'yinlarda juda foydali ko'ringan. Ba'zi paytda esa barqarorlik yetishmagan. Italiyada katta sakrash qilishga xalaqit bergan jihatlar bor edi. Kimgadir taktik rol to'g'ri kelmadi, kimgadir ishonch yetishmadi, kimgadir raqobat bosimi og'ir tuyuldi. Endi esa Shomurodov aynan shu to'siqlarni yengib o'tganini namoyish qilib turibdi. Bu qayta yuksalishning kaliti, ishonch va taktik joylashuv. Başakşehirda u loyihaning asosiy tayanchiga aylandi. Hujumga chuqurlik olib kiradi, havo to'plarida kurashadi, orqaga tushib kombinatsiyani bog'laydi. Sheriklari bilan o'zaro tushunishni yuqori darajada ko'rsatyapti. Romada bu sifatlar ba'zan ko'ringan, lekin doimiy emas edi. Turkiyada esa shu imkoniyatni har turda ta'kidlab qo'yyapti. Eng qizig'i, Superliganing top jamoalari hujum chizig'iga qimmatbaho yulduzlarni jamlagan bir paytda Eldor shovqinsiz, ammo qattiq tempda peshga chiqyapti. U golni turlicha uryapti. Pozitsion hujumda ham, tezkor qarshi hujumda ham, yaqin masofadan ham, jarima maydonchasi ichidagi uchqun vaziyatlarda ham. Ya'ni raqib nomiga qaramay o'z uslubini yo'qotmayapti. To'purarlar va gol plus pas jadvali ham hozir kamchilik ishongan haqiqatni ko'rsatyapti. Masalan, Marco Asensio Fenerbahçe 9 ta gol va 7 ta assist bilan 16 ball to'plagan. Paul Onuachu Trabzonspor 15 ta gol va 1 ta assist bilan ham 16 ballda. Anderson Taliska Fenerbahçe esa 12 ta gol va 3 ta assist, jami 15 ball. Eldor esa 19 ball bilan hammadan oldinda. Shu yerda muxlislar uchun eng yoqimli his bu raqamlar ortidagi ruh. Chunki Shomurodovning bu mavsumi faqat gollar haqida emas, bu o'zini qayta topish, o'z qadrini isbotlash va eng muhimi, o'zbek futbolchisi ham katta ligada birinchi rolda bo'la olishini ko'rsatish haqida. Ko'rinib turibdiki, Eldor uchun haqiqiy g'alabalarni tantana qilish davri endi boshlanyapti. Agar u shu barqarorlikni saqlab qolsa, bu mavsum nafaqat Başakşehir, balki butun o'zbek futboli uchun ham esda qoladigan yilga aylanishi mumkin. Muxlisga esa bitta gap: temirni qizig'ida bosaylik. Bu tarixiy mavsum bo'lishi hech gap emas.